Assalomu alaykum. Sizni kanalimda ko'rganimdan juda ham xursandman. Bugun tushlikka dimlama tayyorlaymiz. Keling birgalikda tayyorlaymiz. Avvalambor masalliqlarimizni po'choqdan tozalab olamiz. Dimlamani masalliqlar hammasini bittada solishimizligi uchun avval hamma masalliqlarni tozalab olishimiz kerak. Shortslarni, videolarini ko'ryapman. Ko'p ayollar o'zimizga o'xshagan oddiy sharoitli ayollar ekan. Shuning uchun ko'plari bor masalliqdan taom tayyorlaylar deb iltimos qilishyapti. Shularni inobatga olib, men ham o'zimizning sharoit, o'zimiz uchun tayyorlagan taomlardan tayyorlab borishga harakat qilyapman. To'g'ri qabul qilasiz. Dimlamamiz uchun ataylab qizil lavlagi ham sotib olgan edim. Boya esimdan chiqibdi. Hozir muzlatkichda ochsam turibdi. Buni ham qo'shib yuboramiz. Bu ham ovqatimizga boshqacha chiroyli rang beradi. Juda ham mazali chiqadi. Qo'y dumbasini terib olamiz qozonga birinchi bo'lib. Mol go'shtini terib olamiz. Vaqtdan unumli foydalanish uchun ziravorlarimni hammasini bitta idishga to'plab oldim. Buning ichida tuz, koreyskiy tuz, universal terprava, zira bor. Rayhon barglari. Ko'katlarimni to'g'ramayman, chunki uyimizda yosh bolalar bor, ko'kat yeyishmaydi. Mazasi chiqsa bo'ldi. Odatda dimlama uchun sariyog' solardim. Bugun uyimda sariyog' tugab qolibdi, shuning uchun o'simlik yog'i solaman. Qozonni qopqog'ini yopamiz. Gazni yoqamiz. Ovqatimizga issiq o'tib, tars-turs etguncha baland olovda turadi, keyin pasaytirib 45 minutga qo'yamiz.
Mana taomimiz tayyor bo'ldi. Endi kattalaganimizga suzib olamiz. Qo'y yog'ini hidi biram mazali chiqyapti. Bu hidni sizlarga yetkazib bera olmayman, afsus. Mana sizlar bilan birgalikda tayyorlagan dimlamamiz tayyor bo'ldi. 1 dan 10 ballgacha bo'lgan baholaringizni qo'yinglar. Fikrlaringizni kommentariyada yozinglar. Bu men uchun juda ham muhim. Sizlardan quvvat olib ishlayman. Kelinglar biznikiga obedga.